Do'stlar, yangi serialimizni ham boshlab oldik. Omad tilab, addish podpiska qilib turasizlar degan umidamiz. Do'stlar, bu videoda challenge bo'ladi. Qanaqa challenge desalar, mana shu videoda misol bo'ladi. O'shani to'g'ri topganlar keyingi videoda kommentariy chiqadi. Qani bo'lmasam ketdi videoga populyarni bo'lib ketasizlar, короче. Ham otda. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Joni do'stlar. Bugungi video roligimizda men fermer bo'laman. Noto'g'ri eshitmadingiz, men fermer bo'laman. Ya'ni 13-qishloqda fermer bo'laman do'stlar. Qanaqa fermer desanglar, ya'ni mana shundan ya'ni 1 yil oldin menga bobom bitta ferma vasiyat qilib ketgan ekan. Ya'ni bobomning dadasi bitta ferma vasiyat qilib ketgan ekan. Ya'ni kichkina fermachasini, ya'ni fermalari ko'p bo'lgan ekan bu qishloqda va kichkasini menga vasiyat qilib ketgan ekan. Shuning uchun ham men shu qishloqqa keldim va bundan keyin shu qishloqda yashayman. Xo'p, kravatimni olaman. Bu menga nimaga kerak bilmayman. Xo'p, ketdik. O'zim uchun kerakli narsalarimni olib oldim va invertarimga joylab qo'yaman. Sal ko'rinmayotgan joyiga. Va men bu yerda fermer bo'laman. Hozir adashmasam ana bu yer degandi. Menga merning uyini. Mana bu yer degandi. Xo'p, endi borib ko'ramiz do'stlar. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Mana shu yer deganda menga merning uyini. Xo'p, mana shu yer bo'lsa kerak, rostdan ham. Taq. Kiravering. Xo'p, kiravering dedi-yu, kirib ko'raylik. Assalomu alaykum, siz mer bo'lasizmi? Alaykum assalom. Ha, men mer bo'laman. Xo'p, xullas, meni bobom mana shu yerda menga yer vasiyat qilib ketganda, bobom taniysizmi? Bobongizning ismi nima? Bobomning ismi Tomus bobo. Ha, taniyman. Hop, o'sha odamni menga fermasi kerak edi. Orqangizdagi fermani ko'ryapsizmi? Hozir ko'raman. Ana bu sabzili fermami? O'shani orqasidagi ferma, ya'ni hech nima ekilmagan joy. Mayli. Xo'p. Xullas, hozir bir ko'rib kelaychi o'sha fermani. Xo'p, menga aytish bo'yicha mer mana shu yerda-da. Rostdan ham hech nima ekilmagan ekan. Merni oldiga kiramiz. Janob mer. Ha. Xullas, o'sha ferma meniki, demak, menga bo'ladi. Ha, hujjatini qilsangiz sizga bo'ladi. Xullas, menga o'shani hujjatini qilib berishingiz kerak bo'ladi o'sha uyni. Xullas, o'sha fermani hujjatini qilib berasizda menga. Keyin yashash uchun bironta uy bormi sizlarda? Ha, bitta uy bor. U ham sening orqangda turibdi. Hop, orqamda hech qanday uy yo'q-ku. To'g'ri, derazadan ko'rinayotgan uy. Ana bu uyni aytyapsizmi? Ha, o'sha uy. U menimcha adashmayapsizmi? Yo'q, biroz ta'mirtalab uy. Lekin men senga qayerdan ta'mirlashni aytaman. Do'kon bormi bu yerda o'sha ta'mirlash uchun aytganingizdek? Yo'q, senga kompot yordam beradi. Kompot Minecraft taniysanmi? Ha, kompotni taniyman. Kuznetsada yashaydi. Senga o'sha odam yordam beradi. Xo'p, mayli. Uy va fermani hujjatini qachon kelishamiz? Birozdan keyin kelsang, o'zim gapiraman senga qanday qilishni, nimalar qilishni. Hozir ishim ko'p edi. Ha, mayli. Men bo'lmasam, uyimni ta'mirlashga ketdim. Xo'p, do'stlar, uy ham oldik. Biroz yomonroq ekan, lekin ahvoli. Mayli. Hozir bizga kompot yordam beradi. Kompotning oldiga borishimiz kerak. Nimadir deb yozib qo'yibdi. Kompotning uyi. Men boshqa joyga ketdim. Agar narsa kerak bo'lsa sandiqda. Mayli, yaxshi, sandiqda ekan. Menimcha o'ylaymanki, kompot xafa bo'lmaydi. Zajigalka kerak emas, qaychi kerak va oyna kerak. Qolgan narsalar kerak emas. Hop. Endi men uyga borib tozalash ishlarini qilishim kerak, ya'ni uyni ta'mirlashim kerak va o'sha uyda yashayman.
Hop. Mana bu yerlarni qilsam bo'ldi. Keyin polni tozalashga o'taman. Juda ham yomon ahvolga kelibdi uy. Endi polni qilishim kerak. Polni keyinroq qoldiray. Mayli, mana bu joyni qilib qo'yaman. Polni keyinroq qoldiray. Avval ana bu ekinlarni ekib kelishim kerak. Hozir o'zim bilan biroz ekinlar olib kelgandim. O'shani ekib qo'yaman. Sababi chunki men endi fermer bo'ldim. Baribir bu urug'lar o'sib turishi kerak. Shunda pul keladi. Xo'p. Ekib chiqaman. Yetamikana? Yetmay qoldi-ku. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta yetmayotgan. Mayli, buni ham bir amallaymiz. Pul kelsa. Xo'p, men oldiga kirib chiqay. Taq. Kiraver. Assalomu alaykum, mer. Yaxshimisiz? Kiravering demoqchi edim. Seni sensirasam bo'ladimi? Isming nima? Mayli, sensirasangiz bo'ladi. Meni ismim Joni. Tanishganimdan xursandman. Sizning ismingiz nima? Men ismimda hech kim yetmagan shu paytgacha. Faqatgina boboim bilardi. Mayli, menga uyni hujjatlarini qilib berasizmi degandim. Mayli, uyni hujjatlarini qilib beraman, kelag'ol vaqtim bo'shadi. Mana shu stolda o'tirib tur, keyin qilib beraman uyni hujjatlarini. Mayli, mana shu yerda o'tirib turaman. Hop, do'stlar, like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Hop. Joni. Janob mer, yaxshimisiz? Hujjatlaring tayyor. Berdim. Qani? Ko'ring. Uy hujjati, ferma hujjati. Bo'ldi, rahmat. Joni. Janob mer. Pulini bermasanmi uyni? Kechirasiz. Uyni narxi qancha? 30 izimbrod. Boshlang'ich to'lov qilib tursam bo'ladimi? 20 izimbrod bilan, keyin qolganini pulim bo'lganda berib ketaman. Bo'laveradi. Xullas, mana hozir sizga 20 izimbrod beraman. Adashib ketdim. Jano'rsin. Mana sizga 20 izimbrod. Mayli, ko'rishguncha. Men uyimni ta'mirlayman. Xo'p, do'stlar, jano'rsin. Bizda faqatgina 5 ta qoldi, ya'ni 5 ta izimbrod qoldi, jano'rsin. Lekin uyli bo'ldik. Bu yaxshi degani. Endi ana bu yerda yotishimiz noqulay. Chunki baribir u ko'chma uy, bu qishloqda alohida o'zimizda familiyamizga uy bo'lishi kerak-ku, to'g'rimi? Xo'p. Endi mana buni olib turaman. Va deraza qo'yish esimdan chiqibdi. Deraza qo'yib qo'yay. Biroz chiroyliroq chiqadi uyimiz. Xo'p. Endi mana bular bloklarni qo'yib chiqsam bo'ldi. Biroz Minecraftda bug bo'lyapti. Mayli, hech nima qilmaydi. Jano'rsin. Nima bo'ldi bu yerga? Nima ekan? Tushib ko'raychi, mayli. Bironta sirli yashin joy shekilli-da. Yo'q-mayo, jano'rsin. Eshikmi? Eshikmi do'stlar? Yo'q-mayo, jano'rsin. Men bunday videolarni YouTube'da juda ham ko'p ko'rganman. Tunnel va oxirida nima bo'lishini bilaman. Qandaydir maniakning uyi bo'ladi. Shuning uchun ham hozir men kravatimni olib, birinchi ana bu yerda kravatim qolib ketibdi. Birinchi kompotning narsalarini qo'yib kelaman, chunki temboli bu narsalar meniki emas. Boltasidan foydalanib turishim mumkin shekilli. Mayli, boltasidan foydalanib turaman. Xo'p. Endi mana bu narsalarni qo'yib qo'ysam, menimcha kompotga ham kerak emas. Mana bu musorlar. Mayli, solib qo'yay. Hozirchalik o'zimda yo'q-da, chunki sandiq o'zimda yo'q. Shuning uchun ham endi men tezda
o'zimning ko'chma uyimga borib kelishim kerak. Xudo xolisa, ishlarim yaxshi bo'lib ketsa, yangi uy olaman va ag'ini ko'ramiz. Mashina ham olarman balki. Mana bu ko'chma uyga keldik. Jenurson yo'q. Kravat menda ekan-ku. Kravatni olib kelibman Jenurson do'stlar. Mayli, hammada ham bunday adashish bo'lib turaveradi. Mayli, kravatni joylayman uyimga. Xo'p. Kravatni olamiz. Men ko'rmabman kravatim borligini hozir invertalimda. Lekin bildimki, hayotda ham shunaqa ferma olish osonmi? Nimagadir. Endi boboyniki bo'lsa osonda. Xo'p, do'stlar, nima qilsam bo'ladi endi? Ekinlarni bir ko'rib kelaychi. O'smagani hali, xudo xolasa o'stiramiz. Xo'p, baribir ham o'sib qolay deyapti. Yaxshi, baribir bobomnikida. Xo'p. Endi men uyimga kiraman va biroz o'tiraman. Zerikdim. Do'stlar, mana bu yerga rostdan ham tushib ko'ramizmi? Nima deysizlar? Mayli, shu joyda like bosib qo'yinglar, tushamiz. Yonmaydi. Tushaymi? Mayli, tushaman do'stlar. Xo'p, mayli do'stlar, bitta narsaga kelishamiz. Shu videoga 20 ta like va keyingi qismni chiqaraman. Keyingi qismda mana shu yerga tushaman do'stlar. Hammaga xayr.